Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun mayning 29-i Koreyada saylov 29 2-3 kunlari saylov bo'ladi. Uzoq yurtlarga ketayotganlar bugundan boshlab saylab boshlaydi Koreyada. Mana o'zlaringiz ko'rib eshitib turibsizlar, Koreyada prezident o'zgargan, o'z qonunini buzganda, Koreyaning qonunini buzganda, Koreyada qonunni buzsa istifosini beriladi. Bu yerda qonun nihoyatda kuchli, xalq e'tibor berib turadi uni oilasiga, prezidentga va u saylagan hukumatga. O'shaning uchun prezident bo'lish Koreyada nihoyatda qiyin. Bu yerda jurnalistlar ham, blogerlar ham qarab turmaydi. Uni har xil kirdi-chiqdilarni tekshirib turadi va xalqqa yetkazib turadi. Yurtdoshlar, Koreyada prezidentni, hukumat rahbarlarini, hokimlarni xalq saylaydi. Koreyada prezident 5 yilga bo'ladi. 5 yildan ortiq prezident bo'la olmaydi. Yangi bo'lgan prezident Koreyada ish o'rinlarini va xalqqa yordam beradigan prezident bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bu yerda ishlayotgan o'zbek millatimizga va Turkiston millatimizga ham juda yaxshi bo'ladi. O'zbekistonda oliy martabadagi odamlarni xalq saylasa juda yaxshi bo'lardi. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.